tomonidan kassatsiya shikoyati berib, ko'chmas mulkni qayta baholash yo'li bilan belgilangan kompensatsiya miqdorini kamaytirishi mumkinligini aytgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda vositachi xorijiy fuqarodan 70 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. So'rov suhbati davomida u bir muddat avval yurist konsultga o'z hisobidan 50 ming AQSh dollari berib qo'yganligini aytib, yana 15 ming AQSh dollarini yurist konsultga olib borib berishini, qolgan 5 ming AQSh dollarini esa o'zining vositachilik xizmati uchun olib qolishini rejalashtirganligini ma'lum qildi. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, yurist konsult 15 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Shuningdek, yurist konsult muqaddam o'zining vositachisidan olgan 50 ming AQSh dollaridan 10 ming AQSh dollarini kompensatsiya mablag'ining o'tkazilish jarayonini tezlashtirib berishi uchun Toshkent shahar iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasining bosh mutaxassisiga berganligi ma'lum bo'ldi. Yurist konsult ko'rsatmasi asosida bosh mutaxassis qo'lga olindi hamda yurist konsult 40 ming, bosh mutaxassis esa 10 ming AQSh dollarini ixtiyoriy ravishda taqdim qildi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28-moddasi orqali 211-moddasining 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan boshqa hududlarda ham korrupsion holatlarga chek qo'yildi. Jumladan, Hudud gaz Surxondaryo gaz ta'minoti filialining Termiz shahar bo'limi gaz ta'minoti obyektlarini texnik tiklash va ishlatish xizmati boshlig'i 1990-yilda tug'ilgan fuqaro yuk avtomashinasini boshqarib ketayotib, avtotransport vositasining tom qismi bilan tabiiy gaz quvuriga shikast yetkazgani holati yuzasidan tuzilgan dalolatnomani yo'q qilish hamda 11 million so'm miqdorida jarimaga tortmaslik evaziga undan 400 AQSh dollari va 500 ming so'm miqdorida pul talab qilib, 3 million 900 ming so'm va 100 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida u avvalroq 500 ming so'm olganligi ham ma'lum bo'ldi. Jizzax viloyatida kuzatilgan holatda Zomin tumani kadastr bo'limining yetakchi inspektori 1997-yilda tug'ilgan fuqaro tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasida qurilish ishlarini amalga oshirganligi holati yuzasidan qo'yilgan 75 million so'm miqdoridagi jarimani tanishlari orqali kamaytirib, noqonuniy qurilgan turar joy binosining hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga 400 dollar olgan vaqtida ushlandi. Davlat kadastrlar palatasining Qashqadaryo viloyati Koson tumani bo'limi muhandisi xizmat mavqeyidan foydalangan holda mahalliy fermer xo'jalik rahbari bilan o'zaro til biriktirib, mansabdor tanishlari orqali mazkur fermer xo'jalikning 2 gektar suvli yer maydonini 60 million so'mga hamda tegishli hujjatlari bo'lmagan 35 sotiq yer maydonining kadastr hujjatlarini tayyorlab, 525 million so'mga, jami 585 million so'mga xaridor nomiga rasmiylashtirib berishni aytib, oldindan 17 ming AQSh dollar olgan vaqtlarida ushlandi. 35 sotiq yer maydonida 525 millionga yer berib xo'jaligidan 2 gektar yer maydonida 60 millionga kelishdi. Kadastr bo'lim xodimidan birgalikda 17 ming dollar qo'shgan vaqtimizda davlat xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlandik. Aybimga iqrorman. Qashqadaryo viloyatida qayd etilgan boshqa holatda esa Majburiy ijro byurosining Qarshi shahar bo'limi davlat ijrochisi jinoyat oqibatida yetkazilgan zararni undirish to'g'risidagi ijro ishi yuzasidan fuqaroga qaytarilishi lozim bo'lgan 554 million so'mni uning plastik kartasiga o'tkazib berish evaziga muqaddam 2 million so'm va 100 dollar olib, qo'shimcha 2 million so'm olgan vaqtida ushlandi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Energiya savdo korxonasining Sirdaryo viloyati Xovos tuman bo'linmasining muqaddam sudlangan inspektori mahalliy fermer xo'jalik tomonidan elektr energiyasiga noqonuniy ulanish natijasida davlat manfaatlariga 14 million so'm miqdorida yetkazilgan zararni yo'q qilib, xo'jalikni tarmoqqa qayta ulab berish evaziga 7 million so'm olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.